Xush kelibsan, ammajonisi. Xudoga shukr, halim qilyapsanmi debman. Haligi akang kelsin. Bizni uyda ovqatni birinchi dadamiz boshlaydilar. Osham pishibdi-ku. Keling. Qani. Bismillah, boshladik. Oyi, o'xshagim kelmayapti. Nonga shidrison sustirib bering. O'g'lim, shidresonsi tugab qoluvdi. Ertaga dadang olib keladilar. Bugun osh yettirgan, xo'pmi? Xo'p. Aka, Ha? o'zingizga rahmingiz kelmasa ham, hech bo'lmasa bolalaringizga rahmingiz kelmaydimi? Bolani sariyog' yegisi kelyapti. Mana bu go'shtsiz oshni yegisi kelmayapti, ko'rmayapsizmi? Hamda muzlatgichga to'ldirib qo'ying. Yo nima pulingiz yo'qmi? Yo'q bo'lsa men berib turaman. Lekin bunaqa bolani yaxshi ovqatga zor qilmanglar. Ammajonisi, shundoq qaravering. Adolat. Hozir senga kelinoying sifatida emas, sinfdosh dugonang sifatida gapiraman. Sen qanday qabul qilasan, o'zing bilasan. Oilamizni boshi, ya'ni seni akang, bizni boqaman deb halol pul topib harakat qilyaptilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Har doim ham to'kin dasturxon bo'lavermaydi. Birda unday, birda bunday. Lekin sen kim bo'psanki, oilamiz podshohiga farzandlarimiz oldida dakki berasan? Adolat. Eshit. Farzandlarim uchun dadasi dunyodagi eng ideal odam. Tushunyapsanmi? Nursulton Ro'ziboyevdek kuchli, Jahongir Ortiqxo'jayevdek boy, Muhammadali Eshonqulovdek aqlli. Akang farzandlarimizni shunchaki boquvchisi emas, ularning dadasi. Tushunyapsanmi? Dadasi. Endi kiraver. Men hozir. Dada, O, katta bo'lsam, Germaniyani universitetida o'qiymanmi yo Angliyanimi? eng yaxshisida o'qiysan qizim. Agar eng yaxshisi Marsda bo'lsa, o'sha yoqqa borib o'qiysan. Xo'p. Dada, O, qachonga Litvagini olasiz? seni kundaligingdagi 5lar soni 500 ta bo'lgan kuni olaman. Xo'p. 500 ta 5 ola olasan, Ha? o'sha kuni olamiz.